qaranglar, ultradar deyapti. Ko'ryapsizlar yo'qmi? Mana chiqibdi. Ultradar deyapti, hozir qo'yardi. Oldimizda Lochenko's radari bor. Signaturni rejim turibdi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu esa Gord rejim turibdi, Gord. Ya'ni shahar rejimida. Qani ko'ramiz hozir o'g'ridan nima gapsiz bo'ladi? Deteksiya, haqiqiy deteksiya qaysida bo'ladi? Bizga deteksiya qiziq, GPS ma'lumot emas. Aziz do'stlar, yana aytaman, deteksiya qiziq. Ba'zi orqali ogohlantirdi. Bu ham ba'zi orqali ogohlantirdi. Tezlik pasaytiring deb aytdi. 64-63 edi tezligimiz. 360 metrdan aytdi. Baqirmanglar, 600 metr qani deb. Mana bori sizlarga. Shuni yarmidan aytsa katta gap, 200 metr qoldi. 360 metr edi. 133 metr, 91 metr, 69 metr. 70 metrdan aytdi Lochin deb. Siz nimaga Lochinda yurmadingiz o'sha radarga? Men ishonchim komil. Bu 150 metrdan aytgan bo'lsa, teng yarmini aytardi. Hatto tekenda aytish mumkin edi katta tezlikda. O'shaning uchun men yo'ldan o'tgandan keyin Lochin bor, uni uzoqdan aytadi. Lekin mana shu Lochinni 360 metr, 400 metrdan oldirib bering, gap bo'lishi mumkin emas. Qo'limizni ko'taramiz. Test pрошивкада emas faqat. Официальный прошивкада.